Assalomu alaykum azizlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. 1 avgustdan kuchga kiradigan yangi qoidalar. Ular oddiy odamning cho'ntagiga, hujjatlarga, to'lovlarga, jarimalarga va kundalik ishlarga qanday ta'sir qiladi? Bu ma'lumotni o'tkazib yuborish mumkin emas. Chunki ko'pchilik aynan shunday o'zgarishlarda kech qolib, keyin ortiqcha pul to'laydi. Navbatda yuradi yoki jarimaga tushadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men sizga oddiy tilda hayotiy misollar bilan nimaga tayyor turish kerakligini aytib beraman. Har safar yangi oy boshlanganda, ayniqsa avgust kabi sanalarda turli tartiblar yangilanadi. Davlat xizmatlari, to'lovlar, bank amaliyotlari, kommunal xizmatlar, transport, soliq, hujjat topshirish va elektron tizimlardan foydalanish bo'yicha talablar o'zgarishi mumkin. Muammo shundaki, odamlar odatda o'zgarishning o'zini emas, uning oqibatini sezadi. Masalan, kecha bir hujjatni eski tartibda topshirish mumkin edi. Bugun esa elektron ariza talab qilinadi. Kecha to'lovni oxirgi sanagacha bemalol o'tkazish mumkin edi. Bugun esa penya yoki ogohlantirish chiqadi. Kecha shartnomani og'zaki kelishuv bilan yuritgan odam bugun tasdiqlovchi hujjatsiz o'z haqini isbotlay olmay qoladi. Oldin ko'p ishlar odat bo'yicha ketardi. Odamlar mahallaga borardi, tashkilotda tanish bilishdan so'rardi. Qog'oz nusxa olib yurardi. Endi esa tizimlar ko'proq elektron nazoratga o'tyapti. Bu nimani anglatadi? Har bir to'lov, har bir ariza, har bir qarzdorlik, har bir shartnoma izi qoladigan bo'lyapti. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflik beradi. Yomon tomoni bilan esa beparvolikka joy qoldirmaydi. Agar odam keyinroq ko'raman, hali vaqt bor, menga tegishli emasdir deb yursa, aynan shunday paytda muammoga duch keladi. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Yangi qoidalar faqat tadbirkorlar yoki faqat haydovchilar uchun emas. Ular oddiy oila, ishchi, pensioner, talaba, ijarada yashayotgan odam, mashina haydaydigan fuqaro, kommunal to'lov qiladigan xonadon egasi, kredit olayotgan yoki kredit to'layotgan shaxsga ham ta'sir qilishi mumkin. Chunki bugungi tartiblar bir-biriga bog'langan. Siz bankdan kredit olsangiz, daromadingiz, qarzingiz, to'lov intizomingiz tekshiriladi. Siz uy sotib olsangiz yoki ijaraga bersangiz, kadastr, soliq, shartnoma masalasi chiqadi. Siz elektr, gaz yoki suvdan foydalansangiz, hisoblagich, limit, qarzdorlik va to'lov sanasi muhim bo'ladi. Avval odamlar ayrim qarzdorliklarni faqat kvitansiya kelganda bilardi. Endi ko'p hollarda qarzdorlik elektron bazada ko'rinadi. Avval jarima kelganini bilmay yurish holatlari ko'p edi. Endi xabar telefon raqamiga, shaxsiy kabinetga yoki elektron tizimga tushishi mumkin. Avval bank bilan muammo bo'lsa, faqat filialga borib aniqlashtirilardi. Endi ilovada ham ko'rinadi, lekin shu bilan birga ilovadagi har bir tasdiqlash ham mas'uliyat degani. Bir tugmani bosib qo'yish, shartlarni o'qimasdan rozilik berish keyinchalik men bilmaganim deyishga asos bo'lmay qoladi. Birinchi navbatda qarzdorligi bor odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bu kredit bo'lishi mumkin, kommunal to'lov bo'lishi mumkin, soliq bo'lishi mumkin, aliment yoki jarima bo'lishi mumkin. Masalan, bir odamning elektr energiyasi bo'yicha 1,000 so'm qarzi bor. U buni kichik summa deb o'ylaydi. Lekin yangi tartibda qarzdorlik ko'rinib tursa, u ayrim xizmatlardan foydalanishda ogohlantirish olishi, to'lovni kechiktirgan uchun qo'shimcha penya yozilishi yoki tizimda cheklovga duch kelishi mumkin. Bu darhol katta muammo bo'lmasligi mumkin, lekin vaqt o'tgan sari bitta xamisi 1000 so'm 230 mingga, keyin 300 mingga chiqadi. Eng yomoni odam buni muhim ish boshlaganda biladi. Masalan, hujjat topshirishda, kredit olishda yoki shartnoma rasmiylashtirishda. Ikkinchi guruh ijarada yashayotganlar va uyni ijaraga berayotganlar. Ko'p odamlar hali ham ijara og'zaki bo'lsa ham bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bugungi sharoitda og'zaki kelishuv eng xavfli yo'l. Misol uchun, talaba oyiga 20,800 ming so'mga xonadon ijaraga oldi. Pulni naqd berdi. Hech qanday tilxat yo'q, shartnoma yo'q. Bir oy o'tib uy egasi narxni 2,300 ming so'mga ko'tarsa, talaba o'z huquqini isbotlashda qiynaladi. Aksincha, uy egasi ham himoyasiz qoladi. Ijarachi kommunal qarz qoldirsa, buyumga zarar yetkazsa, vaqtida chiqib ketmasa, og'zaki gap bilan muammoni hal qilish qiyin. Shuning uchun yangi tartiblar kuchaygan sari shartnoma masalasi yanada muhim bo'ladi. Uchinchi guruh haydovchilar mashina haydashda faqat tezlik yoki qizil chiroq emas, hujjatlarning to'g'riligi, sug'urta, texnik holat, jarimalarni vaqtida ko'rish ham muhim. Masalan, haydovchi bir oy ichida o'ta kichik jarima olganini bilmay yurdi. Har biri 1,1 ming so'mdan. Umumiy summa
50 ming so'm bo'ladi. Agar u buni vaqtida tekshirsa, chegirma bilan to'lash imkoniyati bo'lishi mumkin edi. Lekin u kechiksa summa to'liq saqlanadi, ustiga ijro jarayoni boshlanishi ehtimoli paydo bo'ladi. Shuning uchun 1 avgustdan keyin hamma haydovchilar o'z jarimalarini kamida haftasiga bir marta tekshirishi kerak. 4-guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Bu yerda eng katta xato daromadni, xarajatni va shartnomani aralashtirib yuborish. Tadbirkor men kichik ish qilyapman, menga tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin mijozdan pul tushyaptimi, xizmat ko'rsatyaptimi, mahsulot sotyaptimi demak iz bo'ladi. Misol uchun, ustachilik qiladigan odam bir oyda 200 ming so'm pul topadi. Agar u barcha to'lovlarni shaxsiy karta orqali qabul qilsa, keyin bank savol berishi, soliq organi tushum manbasini so'rashi yoki mijoz nizoli holatda dalil talab qilishi mumkin. Shuning uchun to'lovlar chek, shartnoma va xizmat tasvir tartibli bo'lishi kerak. Men buni ham aniq aytaman. Hamma ham qo'rqib yugurib yurishi shart emas. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qarzdorliklaringizni vaqtida to'lab kelsangiz, shartnomalarni o'qib imzolayotgan bo'lsangiz, telefoningizdagi rasmiy xabarlarni tekshirib tursangiz, siz uchun yangi qoidalar katta xavf emas. Aksincha, bunday tartiblar tartibli odamga qulaylik beradi. Chunki elektron tizimda ma'lumotlar tezroq topiladi, navbat kamayadi, qog'ozbozlik kamayadi, xizmatlar masofadan bajariladi. Masalan, bir oila har oyning 25 sanasida elektr, gaz, suv va chiqindi to'lovlarini tekshiradi. Har bir to'lovdan keyin kvitansiyani telefonda saqlaydi. Uy hujjatlari skaner qilingan, pasport ma'lumotlari yangilangan. Bank kartasiga ulangan telefon raqami o'z nomida. Bunday odamlar uchun yangi qoida muammo emas, balki qo'shimcha nazorat vositasi. Chunki ular hech narsa yo'qotmaydi, aksincha o'z vaqtida biladi. Lekin bir narsani tushunish kerak. Menga tegishli emas degan yondashuv xavfli. Bugun tegishli bo'lmasligi mumkin, ertaga tegishli bo'lib qoladi. Bugun sizda mashina yo'q, ertaga sotib olasiz. Bugun ijarada emassiz. Ertaga farzandingiz talaba bo'lib boshqa shaharga boradi. Bugun kredit olmaysiz. Ertaga uy ta'mir yoki davolanish uchun kredit kerak bo'ladi. Shuning uchun tayyorgarlikni muammo chiqqandan keyin emas, oldindan qilish kerak. Eng birinchi nozik jihat telefon raqami masalasi. Ko'p odamlar bank, davlat xizmati, kommunal kabinet yoki shaxsiy akkauntini eski raqamga bog'lab qo'ygan, keyin raqam yo'qoladi. Boshqa odamga o'tadi yoki ishlamay qoladi. Natijada xabar kelmaydi, tasdiqlash kodi olinmaydi, ariza holati ko'rilmaydi. Men amaliyotda bunday holatni ko'p ko'rganman. Odam jarima yoki qarzdorlik haqida bilmaganini aytadi, lekin tizim xabar yuborgan bo'ladi. Faqat raqam eski bo'ladi. Shuning uchun 2 avgustdan oldin yoki hozirning o'zida barcha muhim xizmatlarda telefon raqamingiz to'g'ri ekanini tekshiring. Ikkinchi nozik jihat karta va bank ilovalaridagi ro'zliklar. Ko'pchilik shartlarni o'qimasdan tasdiqlayman tugmasini bosadi. Kredit bo'lib to'lash, mikroqarz, avtomatik yechib olish, sug'urta yoki pullik xizmatlar aynan shu tarzda ulanib qolishi mumkin. Masalan, odam 5 million so'mlik telefonni bo'lib to'lashga oladi. U oyiga 500 ming so'm to'layman deb o'ylaydi. Lekin xizmat haqi, sug'urta, kechiktirish peniyasi, karta komissiyasi qo'shilganda umumiy xarajat 6 million 200 ming so'mga chiqishi mumkin. Bu yerda ayb faqat bankda emas. Odam shartni o'qimagan bo'lsa, keyin e'tiroz qilish qiyinlashadi. 3-nozik jihat kadastr va manzil ma'lumotlari. Uy, yer, do'kon, garaj yoki boshqa ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumotlar eski bo'lsa, keyin sotish, garovga qo'yish, meros qilish yoki ta'mirlash ruxsatini olishda muammo chiqadi. Misol uchun, uyda haqiqiy maydon 120 kvadrat metr, hujjatda esa 196 kvadrat metr ko'rsatilgan. Odam yillar davomida e'tibor bermaydi, lekin kredit uchun garov qo'ymoqchi bo'lganda bank hujjat va haqiqiy holat mos emasligini ko'radi. Natijada jarayon to'xtaydi. Bu aynan yangi qoidalarning ruhiga mos masala. Tizim ma'lumotni ko'proq solishtiryapti, mos kelmagan joyda savol paydo bo'ladi. 4-nozik jihat ishonchnoma va boshqa odam nomidan ish qilish. Ota o'g'lining mashinasini haydaydi, farzand onasining kartasidan to'lov qiladi, aka ukasining nomidan ariza topshiradi. Oldin bunday ishlar ko'pincha oddiy ko'rilgan, lekin rasmiy jarayonlarda kimning nomidan, qanday asosda ish qilinyapti bu muhim. Agar siz boshqa odam nomidan bank, notarius, kadastr, soliq yoki davlat xizmatiga murojaat qilsangiz, ishonchnoma, rozilik yoki elektron tasdiq talab qilinishi mumkin. Bu ortiqcha byurokratiya emas, bu mulk va pulni himoya qilish mexanizmi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Avvalo,
qarzdorliklaringizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, chiqindi, internet, soliq, jarima, kredit va aliment bo'yicha alohida ko'rib chiqing. Agar 20 ming so'm bo'lsa ham mayda pul demang. Mayda qarzlar yig'ilib katta muammoga aylanadi. Tekshiruv rasmiy ilovalar, bank ilovalari, davlat xizmatlari portali yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali qiling. Agar qarzdorlik noto'g'ri chiqsa, darhol murojaat qiling. Keyin boraman deb qoldirmang, chunki vaqt o'tgan sari dalil topish qiyinlashadi. Ikkinchi, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki identifikatsiya kartasi, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil hujjatlari, sug'urta, uy kadastri, ijara shartnomasi, kredit shartnomasi, to'lov kvitansiyalari va muhim tilxatlarni alohida papkaga joylang. Telefoningizda ham nusxa bo'lsin. Lekin faqat rasmga olib qo'yish yetarli emas. Nomlab saqlang. Masalan, elektr to'lov iyul, ijara shartnomasi 2025. Kredit jadvali deb yozib qo'ying. Kerak bo'lganda 5 daqiqada topasiz. 3-shartnoma imzolashdan oldin 3 ta narsani o'qing. Muddat, to'lov miqdori, javobgarlik. Men shartnomani boshidan oxirigacha o'qishni tavsiya qilaman. Lekin hech bo'lmasa shu 3 joyni o'tkazib yubormang. Muddat qachongacha? To'lov har oy nechanchi sana? Kechiksa nima bo'ladi? Bekor qilinsa jarima bormi? Masalan, 12 oylik xizmat shartnomasida muddatdan oldin bekor qilinsa, qolgan oylar uchun kompensatsiya olinadi degan band bo'lishi mumkin. Odam buni o'qimasa, keyin xizmatdan chiqaman deganda qo'shimcha pul talab qilinadi. 4-chi, telefon raqamingizni yangilang. Banklarda, davlat xizmatlari tizimida, soliq kabinetida, kommunal xizmatlarda, mobil operator va boshqa muhim akkauntlarda bir xil o'zingiz ishlatadigan raqam turganiga ishonch hosil qiling. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, bu ham kelajakda muammo bo'lishi mumkin. Chunki tasdiqlash kodi, ogohlantirish, qarzdorlik xabari va shaxsni tasdiqlash jarayoni aynan raqam orqali yuradi. 5-chi, naqd pul berganda yoki olganda albatta dalil qoldiring. Bu tilxat, kvitansiya, bank o'tkazmasi izohi yoki shartnoma bo'lishi mumkin. Masalan, siz ustaga 3 million so'm avans berdingiz. Agar pulni naqd berib, hech narsa yozmasangiz, usta ishni cho'zsa yoki kelmay qo'ysa, isbotlash qiyin bo'ladi. Agar bank orqali oshxona ta'miri uchun avans deb yozib o'tkazsangiz, bu dalil bo'ladi. Oddiy izoh ham keyin juda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 6-chi, ijarada bo'lsangiz yoki ijara bersangiz, yozma kelishuv qiling. Unda narx, muddat, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, depozit miqdori, uy holati, chiqish tartibi aniq yozilsin. Masalan, oyiga 2 million so'm ijara, 20 million so'm depozit, elektr va suvni ijarachi to'laydi. Kapital ta'mirini uy egasi qiladi. Chiqishdan 15 kun oldin ogohlantiriladi. Mana shunday aniqlik nizo chiqishini kamaytiradi. 7-chi, avtomobil bo'yicha jarimalarni, sug'urtani va texnik holatni tekshiring. Ayniqsa oilada bir mashinani bir necha kishi haydasa, jarimani kim olganini bilmay qolish mumkin. Har hafta bir marta tekshirish odat bo'lsin. Agar jarima noto'g'ri deb hisoblasangiz, belgilangan muddat ichida e'tiroz qiling. Muddat o'tib ketgandan keyin men rozi emasman deyish ancha qiyinlashadi. 8-chi, tadbirkor bo'lsangiz, tushum va xarajatni aralashtirmang. Shaxsiy xarajat bilan ish xarajatini ajrating. Mijozdan pul olganda nima uchun olganingizni yozib qo'ying. Xizmat ko'rsatsangiz, hech bo'lmasa oddiy shartnoma yoki hisob faktura yuriting. Oy oxirida qancha pul kirdi, qancha chiqdi, kimga qarzingiz bor, kim sizga qarz. Shularni bilmasangiz, yangi tartiblar sizni qiynaydi. Hisob yuritish katta kompaniyalar uchungina emas, kichik ish qiladigan odam uchun ham himoya. 9-chi, rasmiy manbani tekshirishni odat qiling. Telegramdagi har bir xabar qonun emas. Ko'p hollarda odamlar vahimali sarlavhani ko'radi, lekin hujjatning o'zini o'qimaydi. Men doim shuni aytaman. Agar xabarda 2 avgustdan hamma jarimaga tortiladi, endi hamma to'laydi. Darhol ro'yxatdan o'ting kabi gaplar bo'lsa, avval rasmiy manbani tekshiring. Davlat organining rasmiy sayti, davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy ilovasi yoki tashkilotning rasmiy kol markazi orqali aniqlashtiring. Firibgarlar aynan yangi qoidalar paytida faollashadi. Chunki odamlar qo'rqadi va shoshadi. 10-chi, oilangizdagi keksalar va texnologiyadan kam foydalanadigan odamlarga yordam bering. Yangi tartiblar elektron bo'lgani sari ota-onalarimiz yoki yoshi katta qarindoshlarimiz qiyin vaziyatga tushib qolishi mumkin. Mana ularning telefonida bank ilovasi bormi? Raqami to'g'rimi? Qarzdorliklari yo'qmi? Noma'lum havolalarga kirmayaptimi? Shularni tekshirib qo'ying. Bir marta yordam bersangiz, ularni katta muammolardan saqlab qolasiz. Men tavsiya qiladigan asosiy ro'yxat shunday:
shaxsni tasdiqlovchi hujjat, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat ma'lumotlari, bank kartasi va bank hisoblari bo'yicha ma'lumot. Kredit bo'lsa kredit shartnomasi va to'lov jadvali. Uy bo'lsa kadastr hujjati. Ijara bo'lsa ijara shartnomasi. Mashina bo'lsa texnik pasport va sug'urta. Tadbirkor bo'lsangiz ro'yxatdan o'tganlik ma'lumotlari va soliq kabineti kirishlari. Kommunal xizmatlar bo'yicha abonent raqamlari. Bularning hammasini bir joyga jamlab qo'ysangiz, har qanday o'zgarishda sarosimaga tushmaysiz. Agar murojaat qilish kerak bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, ism familiyangiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni, talabingiz va ilova qilayotgan hujjatlaringiz aniq bo'lsin. Masalan, mening hisobimda noto'g'ri qarzdorlik ko'rsatilgan. Ushbu qarzdorlikni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Arizani topshirganingiz haqida tasdiq oling. Elektron yuborsangiz murojaat raqamini saqlang. Bu keyingi bosqichda sizning eng kuchli dalilingiz bo'ladi. Eng katta xato shoshilish. Yangi qoida chiqqanda odamlar darhol kimdir aytgan havolaga kiradi, pul o'tkazadi, hujjat yuboradi yoki shartni o'qimasdan rozilik beradi. Shoshilmang. Avval tekshiring, keyin harakat qiling. Ikkinchi xato. Hamma narsani oxirgi kunga qoldirish. Agar 1 avgustdan tartib o'zgarsa, 31 iyul kuni kechqurun navbat ko'payadi. Tizim sekinlashadi, operatorlar band bo'ladi. Uchinchisi dalilsiz kelishuv. Pul, ijara, xizmat, qarz, avans hammasida iz qoldiring. Yana bir muhim jihat, yangi qoidalar doim ham jazolash uchun chiqmaydi. Ba'zida ular tartibni aniq qilish, firibgarlikni kamaytirish, xizmatni tezlashtirish, budjet tushumlarini to'g'rilash yoki aholining huquqini himoya qilish uchun joriy qilinadi. Lekin yaxshi qoida ham tayyor bo'lmagan odamga muammo keltiradi. Masalan, elektron ariza qulay. Lekin sizda elektron imzo bo'lmasa yoki telefon raqamingiz eski bo'lsa, bu qulaylikdan foydalana olmaysiz. Shuning uchun muammo qoidaning o'zida emas, tayyorgarlik yetishmasligida bo'lishi mumkin. Demak, 1 avgustdan yangi qoidalar deganda vahima qilish emas, tartibga kelish kerak. Qarzdorliklarni tekshiring, hujjatlarni jamlang, telefon raqamingizni yangilang, shartnomalarni o'qing, to'lov dalillarini saqlang. Rasmiy manbaga tayangan holda harakat qiling. Kim tayyor bo'lsa o'zgarishdan qo'rqmaydi. Kim beparvo bo'lsa kichik xatoni katta xarajat bilan to'laydi. Sizningcha avgustdan kuchga kiradigan o'zgarishlar odamlar uchun qulaylik olib keladimi yoki yangi muammolarni ko'paytiradimi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.